Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Demak, hozirgi video darsda sizlar bilan gipertenziya to'g'risida to'liq ma'lumot olishga birgalikda harakat qilamiz. Xo'p, bugungi mavzuni biz rejalarga bo'lib olamiz. Birinchi navbatda bulardan birinchi biz aynan gipertenziyani etiologiyasi, ya'ni nimalar uni keltirib chiqarishi mumkin, shu haqida to'liq ma'lumot olamiz. Undan so'ng uning kelib chiqish yo'llari, ya'ni patogenezi to'g'risida gaplashib o'tamiz. So'ng klinik belgilari, klassifikatsiyasi va hamda va oxiri davolash taktikasi to'g'risida to'liq ma'lumot olamiz. Unda o'zi birinchi biz gaplashib olaylik. Gipertenziya o'zi nima? Gipertenziya bu aynan qon tomirlarining ichki yuzasida bosimni oshishi. Xo'p, endi bundan nimani tushunishimiz mumkin biz? Aytaylik, bizda qon tomir. Mana shu qon tomir va mana shuni aytdik, ichki yuzasida bosimni oshishi. Aynan mana shu ichki yuzasida bosimni oshishiga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Ya'ni nimalar tufayli bosim oshishi mumkin ichkari qismda? Buni ikkita mexanizm bilan tushuntirib bersak bo'ladi. Ulardan birinchisi aynan mana shu qon tomirining ichki qismida qon hajmining ko'payishi. Ya'ni qon hajmining ko'payishi. Qon hajmi. Ya'ni olaylik, normal holatda bizda 4-9-5 litr atrofida qon bo'ladi, ya'ni qon tomirlarimizda doimiy aylanib yuradigan qon hajmi. Birinchi sababi shu bo'lsa, ya'ni birinchi sabab qon hajmini oshishi tufayli kelib chiqadigan bo'lsa, ikkinchi sababi bu periferik qarshilik. Ya'ni mexanizmdan ikkinchisi bu periferik qarshilik. Bu nima? Periferik qarshilik shunaqa narsaki, bizda aynan mana shu qon tomiri bor. Aytaylik, xo'p, mana shu qon tomir bo'lsa, endi buni torayishi hisobiga bizda periferik qarshilik oshadi. Ya'ni normal holatda aytaylik, qon tomir shunday diametrda, ya'ni kengligi shuncha, lekin toraygandan keyin endi bu shuncha bo'lib qolyapti. Mana ko'rdinglar, torayish yuz berdi va endi mana buni ichida ham 5 litr qon. Buni ichida ham 5 litr qon bor. Endi o'z-o'zidan ma'lumki, toraygan holatda bo'lgandan keyin 5 litr qon buni ichiga sal ko'plik qiladi va natijada bu qon bosimining oshishiga olib keladi. Xo'p, buni endi yaxshiroq tushuntiraylik. Bizda mana bu joyda yozilgan arterial pressure, ya'ni arterial bosim deb qo'yilgan. Nima uchun arterial, venos emas? Chunki bizga aynan bosimni beradigan qon tomir bu arteriya qon tomirlari hisoblanadi. Aynan shuni hisobiga bizda misol uchun sistolik bosim, diastolik bosim deymiz. Mana shu kelib chiqadi. Xo'p, endi arterial bosim aytdik, birinchisi bu qon hajmini oshishi. Ya'ni qon hajmini oshishi bu cardiac output hisoblanadi. Ya'ni cardiac output bu nima? Cardiac output shunaqa narsaki, bu butun bir tanamizda aylanib yurgan qon hajmi. Misol uchun 4.9-5 litr dedik normal holatda. Xo'p, endi o'zi biz qayerdan bilamiz bu 5 litr yuribdimi tanamizda qon aylanib yurgani? Buni bilish uchun biz stroke volume hamda heart rate dan foydalanamiz. Stroke volume nima? Stroke volume bu yurak bir marta urgan paytda uni aortaga haydab beradigan qon hajmi. Misol uchun aytaylik, bir marta yurak urdi. Bir marta yurak urgan paytda u aortaga 70-75 millilitr qon haydab berishi mumkin. Normal holatda shunaqa. 70-75 millilitr. Endi heart rate nima? Heart rate bu yurakda urish tezligi. Ya'ni 1 minutga nisbatan olinadi. Aytaylik, bizda 60 ta 90 ta oralig'ida normal holatda. Biz olaylik 70 ta deb. Misol uchun odamning yuragi 70 ta uryapti va yuragi 1 minutda har bir urgan paytda 70 millilitr qon haydab beryapti. Endi ikkalasini ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda 4900 kelib chiqadi. Demak, 4900 millilitr qon organizmda yuribdi. Aynan mana shu narsa stroke volume. Inglizchasini stroke volume emas, cardiac output. Uzr kechirasiz. Demak, stroke volume'ni ko'rdik, bu yurakni bir marta urgandagi uni qancha qonni aortaga otib berayotgani. Cardiac output umumiy qon hajmi. Agar bizda aytaylik, endi normal holatda aytaylik 5 litr. Bizda endi 5.2
5,3 millilitr qon bo'lsa, litr qon bo'lsa, endi bu o'z-o'zidan kelib chiqadi. Qonning hajmi oshyapti va bu qon bosimini oshishiga olib keladi, ya'ni gipertenziyaga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, endi ikkinchi yo'l bu periferik qarshilik yo'li, ya'ni periferik rezistentlik. Bu nimadan kelib chiqadi? Bu aynan qon tomirlarining strukturasi hamda qon tomirlarining funksiyasini o'zgarishidan kelib chiqadi. Ya'ni aytganimizdek, torayib qoladigan bo'lsa qon tomir, torayishi hisobiga normal holatda bo'lsa ham, garchi mana bu nimamiz sig'imi qonning hajmi normal holatda 5 litr bo'lsa ham, aynan periferik rezistentlik hisobiga qon tomir toraygani hisobiga uning ichida 5 litr qon normal qon bunga ortiqcha tuyuladi va natijada bu ham bizda arterial bosimni oshishiga olib kelishi mumkin. Tushunarli? Demak, birinchisi qon hajmini oshishi tufayli, ikkinchisi periferik qarshilik oshishi tufayli kelib chiqyapti. Xo'p, endi aytaylik, haldan beri aytyapmiz gipertenziya deb. Qachon biz gipertenziya deb olishimiz mumkin? Agar bizda qon bosimi sistolik qon bosimi 140 dan va diastolik bosim 90 mm simob ustunidan o'tadigan bo'lsa, aynan mana shu gipertenziyaning boshlanishi hisoblanadi. Gipertenziya deb olinadi. Xo'p, endi shuni aniqlashtirib olaylik. Bizda 140 deyapmiz, 90 deyapmiz, sistolik, diastolik deyapmiz. Bu nimani bildiradi deydigan bo'lsak, bu sistolik qon bosimi shuki, sistolik qon bosimi bizda yurak urishidan kelib chiqadigan bosim. Ya'ni yurak sistola bo'lyapti va mana shu yurak qonni haydab bergandan keyin aynan mana shu qon hajmini, chiqqan qon hajmini qon tomirlariga bergan zarbasidan bizda sistolik bosim kelib chiqadi. Tushunarli? Ya'ni yurak qonni otib berdi qon tomirlariga, ya'ni arterial qon tomirlariga. Otib bergandan so'ng o'z-o'zidan bilasiz, bosim paydo bo'ladi o'sha joyda. Va mana shu bosim sistolik bosim hisoblanadi. Endi diastolik bosim nima deydigan bo'lsa, bu yurakni dam olayotgandagi bosimi. Ya'ni yurak dam olyapti va o'sha paytda qon tomirlaridagi bosim. Xo'p, demak bildiki, 140, misol uchun aytaylik, sistolik qon bosimi bu yurak urgan paytdagi uni qon tomirlariga ta'sir ko'rsatishidan kelib chiqqan bosim bo'lsa, diastolik bosim yurakda dam olayotgan paytda, ya'ni qonga to'lish paytida qon tomirlaridagi bosim. Shu ikkalasini farqlab olsak, endi biz aytaylik gipertenziyani davolamadik. Gipertenziyani asorat sifatida bizda ketishi mumkin miokard infarkti, insult, yurak yetishmovchiligi, atrial fibrilyatsiyalar, turli xildagi aorta anevrizmalari, ya'ni anevrizma nima bu? Anevrizma qon tomirlarida bo'rtib chiqishi. Misol uchun aytaylik, bitta qon tomir, aytaylik aorta deyapmiz, aorta qon tomiri bo'lsa, mana pastga kelyapti-da, mana shu joyda anevrizma shakllandi. Mana xuddi shunday. Ya'ni bo'rtib chiqyapti. Bo'rtib. Aynan mana shu yuqori bosim hisobiga. Xo'p, endi biz davom etamiz. Periferik arterial kasalliklar. Qaysi kasallikni misol qilsak bo'ladi? Misol uchun ateroskleroz degan kasallik bor bizda. Bilsanglar, bu aynan qondagi lipidlar, ya'ni lipoproteinlar deymiz, shular hisobiga kelib chiqadi. Nima uchun deb o'ylashingiz mumkin. Ya'ni u yog' bo'lsa, gipertenziya nima aloqasi bor bunga deyishingiz mumkin. Buni mexanizmida aynan gipertenziya yotadi. Ya'ni qarang. Bizda ateroskleroz, qon tomiri deylik, qon tomir. Endi aynan mana shu qon tomir bo'lsa, qon tomirning ichida bizda turli xildagi lipidlar aylanib yuradi normal holatda. Ya'ni lipoprotein deymiz, yog'lar, turli xil xolesterinlar. Shular aylanib yuradi. Endi qachonki bizda gipertenziya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yuqori qon bosim bo'ladigan bo'lsa, endi aynan shu bosim qon tomirlarining endotelisiga, ya'ni ichki qavatiga ta'sir ko'rsatadi. Va ta'sir ko'rsatgandan keyin ana shu joy zararlanadi. Endi shu joy zararlandi degani, mana shu joyga qondagi yog'lar, lipidlar, xolesterinlar to'planadi sekin-sekin. Shu joyga to'planib, hosil qiladi shunday uyumcha shakllanadi va bu aterosklerotik plakcha deb nomlanadi.
Xo'p, bu qanaqa ta'sir qilishi mumkin bu endi? Ateroskleroz bo'lgandan keyin aynan mana shu aterosklerozdan keyingi qism, ateroskleroz bo'lgandan keyingi qismlar, misol uchun aytaylik, yelkada uchrashi kamroq, aytaylik, koronar qon tomirlarida, yurakni koronar qon tomirlarida aynan aterosklerotik plakchalar shakllandi. Endi aytaylik, mana shu joyda shakllandi. Bu joydan qon kelyotdi. Endi shu joyda ko'ryapmiz, normal holatdagi o'tadigan joyi toraygan. Torayish hisobiga endi bu joyda ishemiya kelib chiqish xavfi oshadi o'z-o'zidan. Chunki bu tomonga qon kam o'tyapti. Shuni hisobiga. Mana shu narsa ateroskleroz deyiladi. Keyingisi bu kognitiv kasalliklar. Ya'ni turli xildagi bosh miyada yuzaga keladigan gipertenziv holatlar hisobiga kognitiv kasalliklar ham yuzaga kelishi mumkin. Xo'p, mana shu edi endi birinchi qismi. Endi etiologiyasiga to'xtalsak, etiologiyasiga qarab biz ikkiga bo'lib olamiz, ya'ni birlamchi gipertenziya hamda ikkilamchi gipertenziya. Xo'p, birlamchi gipertenziya to'g'risida gaplashsak. Birlamchi gipertenziyani yana aytiladi ko'pgina manbalarda essensial gipertenziya deb. Asosan bu ingliz adabiyotlarida birlamchi emas, essential hypertension deb nomlanadi. Xo'p, endi birlamchi gipertenziyani sabablari nima bo'lishi mumkin? Sabablari shunaqa narsaki, bu hayotiy, ya'ni turmushimizda bo'ladigan holatlar hisobiga birlamchi gipertenziya yuzaga keladi. Misol uchun aytaylik, yoshda qanaqa aloqasi bor? Agar inson qanchalik yoshi oshib boradigan bo'lsa, misol uchun aytaylik, qariyalarda gipertenziyaga bo'lgan moyillik yuqori. Nima uchun? Chunki ularning qon tomirida shunaqa bo'ladiki, elastiklik nisbatan kamayib ketadi. Ya'ni normal holatda aytaylik, sog'lom odamda qon tomirida elastiklik yuqori bo'lganligi hisobiga yuqori qon bosim bo'ladigan bo'lsa ham, bu qon tomirlar ozgina bo'lsa ham dilatatsiya bo'ladi. Ya'ni kengayadi. Misol uchun, yo bo'lmasam dorilar ta'sirida kengayadi. Lekin endi yosh o'tgan sari mana shu joydagi elastiklik xususiyati kamayib, qon tomirlarining kengayishi xususiyati yo'qoladi va bularga hattoki o'sha qon tomirlarini kengaytiruvchi dorilar ham yordam bermay qo'yishi mumkin. Aynan mana shu elastiklikning kamayishi hisobiga. Xo'p, keyingi genetik moyillik. Genetik moyillik nima bu? Ya'ni naslga o'tishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda, ya'ni bu 1 yoki 2%, juda ham kamdan kam. Qanday holatlarda? Misol uchun aytaylik, ota yoki ona shunaqa gipertenziyaga chalingan va uni o'g'li yoki qizida 1-2% holatlarda gipertenziya shakllanishi mumkin. Genetik holatda. Xo'p, keyingisi juda ham ko'p uchraydigan holatlardan biri bu tuzni ko'p iste'mol qilish. Ya'ni natriy xlorid ko'p iste'mol qilish. Nima uchun bu keltirib chiqaryapti deydigan bo'lsangiz, bizda natriy asosiy o'rinni egallaydi. Chunki aynan o'sha natriy suvni o'zida ushlab qoladi. Suvda. Ya'ni agar tanamizda natriy miqdori oshib ketadigan bo'lsa, buyraklar orqali siydik chiqarilish kamayadi va tanada o'sha suv yig'ilib qoladi. Yig'ilib qolib, natijada hattoki shishlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Keyingisi bu stress va psixoemotsional holatlar. Bunday holatda nima kelib chiqadi? Bunday holatda bizda simpatik nerv sistemamiz bor. Simpatik nerv sistemamiz aktivlanish hisobiga aynan alfa 1, alfa 2 degan retseptorlarimiz bor. Shular qo'zg'alish hisobiga qon tomirlarida vazokonstriksiya, ya'ni torayish kelib chiqadi. Bu haqida to'liq hali gaplashib o'tamiz keyinroq. Xo'p, keyingisi bu gipodinamiya, ya'ni kam harakatlilik. Kam harakatlangan odamda yog'larni ko'payib ketishi kuzatiladi. Misol uchun, yog'larda shuningdek semizlik gipodinamiya hisobiga kelib chiqadi. Endi bir yo'la semizlikni ham ko'rib ketaylik. Bizda bo'lyapti, demak, yog' ko'p. Shuningdek, qandli diabetga chalinish ehtimoligi yuqori bo'ladi, aynan gipodinamik olamlarda hamda semizlikka chalingan odamlarda. Glyukoza, ya'ni qandli diabetda glyukoza miqdori ko'payadi. Endi o'z navbatda glyukoza ham xuddi o'sha natriydaqa ta'sir qiladi. Ya'ni o'zida suvda
ushlab qoladi va natijada qon bosimini oshishiga olib keladi. Arterial bosim yuqori bo'ladi. Xo'p, keyingi omil bu chekish, ichish, ya'ni alkogol mahsulotlarini. Bular ham xuddi shunday. Ya'ni qon tomirlarida vazokonstriksiyaga sabab bo'ladi. Qon tomirlari torayishiga. Noto'g'ri ovqatlanish bu ham xuddi o'sha semizlikka sabab bo'ladi. Semizlik kelib chiqqandan keyin o'sha bir xil mexanizm bo'yicha bizda qon bosimini oshishi kuzatiladi. Xo'p, endi aytaylik bizda ikkilamchi gipertenziya. Birinchi aytaylik, birlamchi gipertenziya qanaqa davolanishi mumkin? Birlamchi gipertenziyada birinchi davo, asosiy davo bu aynan mana shu yomon odatlardan yoki aytaylik mayli yoshda yoki genetik moyillikni yo'qotishning iloji yo'q, lekin qolganlarini oldini olsa bo'ladi. Misol uchun tuzni iste'mol qilishni kamaytirish orqali yoki kamroq stressga chalinish orqali yoki ko'proq harakat qiladigan bo'lsak, dieta qiladigan bo'lsak, alkogolni yoki chekishni tashlaydigan bo'lsak, bizda o'z-o'zidan birlamchi gipertenziya yo'qolishi mumkin o'z-o'zidan. Bu ya'ni turmush tarzimizni o'zgartirishimizga bog'liq. Lekin endi bizda ikkilamchi gipertenziya bor. Ikkilamchi gipertenziya shunaqa holatki, bu bizda birinchi bo'lib qaysidir bitta a'zomizda kasallik kelib chiqadi va shuni hisobiga keyingi a'zomizga o'tadi u. Aytaylik, bizda buyrakda bo'lishi mumkin, buyrak kasalliklarida, endokrin kasalliklar, yurak qon tomir kasalliklari yoki turli xildagi dorilarni iste'mol qilganimizda o'z-o'zidan gipertenziya yuzaga kelishi mumkin. Bu haqida yana keyinroq gaplashamiz, chunki hozircha shunday yozib qo'ydim xolos. Hozir keyingi bir 5-10 minutda narigi qismda to'liq qaysi kasalliklar bor bizda, ular qanaqa ta'sir ko'rsatadi, shular haqida gaplashib o'tamiz. Endi patogenezga keladigan bo'lsak, patogenez juda ham murakkab, chunki bu 4 ta turli xildagi jarayonlardan iborat. Birinchi navbatda bu renin, angiotenzin, aldosteron sistemasi bo'yicha bizda arterial bosim oshishi mumkin. Keyingisi bu vaskulyar sistema bo'yicha, ya'ni qon tomirlari o'ziga bog'liq. Ya'ni qanaqa bo'lishi mumkin bu? Qon tomirlarining o'zidan qandaydir modda chiqadi va shuni hisobiga bizda qon bosimi ko'tarilishi mumkin. Bu haqida gaplashamiz. Keyingisi bu avtonom nerv sistemasi, ya'ni simpatik nerv sistemasi qanaqa ta'sir ko'rsatadi, parasimpatik qanaqa ta'sir ko'rsatadi, shular haqida gaplashib o'tamiz. Va oxirgi qismda ionlar almashinuvi. Misol uchun aytaylik, natriy qanaqa, kaliy qanaqa, shular haqida ma'lumot olamiz. Demak, birinchi bo'lib biz renin, angiotenzin, aldosteron sistemasi bo'yicha to'xtalib o'tsak. Xo'p, o'zi bu qanaqa narsa? Aytaylik, bizda gipovolemiya bo'ldi, gipovolemiya yoki hypotension yoki hypovolemiya deymiz. Mana shunaqa holat yuzaga kelgandan keyin qachon biz gipotenziya yoki gipovolemiya deb olishimiz mumkin? Aytaylik, bizda qonimizda qon hajmi kamaydi, ya'ni tanamizda qon hajmi kamaydi. Aytdik 4.95 litr dediga, endi shu 4.5 ga, 4 ga tushib ketdi. 4 litrga. O'z-o'zidan endi bizda gipovolemiya bo'lyapti. Gipovolemiya bilan gipotenziya bir xil narsa kelsa ham, ya'ni qachonki bizda gipovolemiya kuzatilsa, gipotenziya kuzatilishi mumkin. Xo'p, shu narsa. Bunda qon bosimi endi tushishi mumkin, misol uchun 90 ga, sistoliga 90 ga ham tushishi mumkin, 80 ga ham farq yo'q. 100 ga ham. Shunaqa holat. Xo'p. Mana shunaqa holatlarda, misol uchun qon bosim tushib ketgan paytda bizda aynan buyraklarda yuxtaglomerulyar apparat joylashgan. Bu qanaqa apparat? Mana bu joyda keyinroq ko'rib chiqamiz holatini. Mana shu narsa. Bizda mana bu joyda makula densa joylashgan. Makula densa. Buning vazifasi aynan qondagi agar bizda natriy ko'payib ketadigan bo'lsa yoki qon bosim tushib ketadigan bo'lsa, qon hajmi tushib ketadigan bo'lsa, aynan mana shu makula densa aktivlanadi. Makula densa aktivlangandan keyingina bu uning orqasida joylashgan yuxtaglomerulyar apparatga xabar beradi va mana shu joydagi hujayralardan renin ishlab chiqarila boshlaydi. Renin.
Endi bu joyga o'taylik yana. Renin. Aytdik, renin ishlab chiqariladi deb. Renin bu aynan jarayonni boshlab beruvchi modda. Bu jigarga boradi. Renin jigarga borib angiotenzinagindan angiotenzin 1 hosil qilinadi va angiotenzinagin 1 esa 1. Xo'p, o'pkaga boradi va o'pkada angiotensin converting enzyme, ya'ni angiotenzin 2 ga almashtiruvchi ferment bor. Shu hisobiga angiotensin 2 ga aylanadi. Bizda angiotenzinagin 1 yoki angiotensin 1 ikkalasi nofaol, hech qanaqa aktiv bo'lmagan moddalar. Bizda faqatgina ta'sir ko'rsatadigan modda bu angiotensin 2. Aynan bizda bo'ladigan qon bosimini oshirib beruvchi asosiy modda mana shu angiotensin 2 dan boshlanadi. Xo'p, aytaylik, bizda endi angiotensin 2 chiqdi. Angiotensin 2 endi nima qilishi mumkin? Bu birinchi navbatda aynan qon tomirlariga boradi. Qon tomirlarida shunaqa o'zini retseptorlari joylashgan. Misol uchun angiotensin 1, angiotensin 2 deymiz. Shu retseptorlar hisobiga, ya'ni asosan angiotensin 1 qon tomirlarida joylashgan mana shu retseptor. Shuni hisobiga bizda arteriolalarda yoki arteriyalarda vazokonstriksiya kelib chiqadi. Vazokonstriksiya, ya'ni qon tomirlari torayishi. Va bu o'z-o'zidan qon bosimini oshishiga olib keladi. Bu birinchi yo'l edi. Endi bizda ikkinchi yo'li ham bor. Endi buni gipotalamusga ta'siri qanaqa? Ta'siri shunaqaki, gipotalamusga agar angiotensin ta'sir qiladigan bo'lsa, aynan mana shu joydan AKT ga ishlab chiqariladi. AKT ga ishlab chiqarilishi ortadi va bu buyrak usti bezida joylashgan mineral kortikoidlar ishlab chiqarilishini orttiradi va mana shu mineral kortikoidlardan biri bu aldosteron gormoni hisoblanadi. Endi buni ishlab chiqarilishi ortyapti o'z-o'zidan. Buni ishlab chiqarishi ortgandan keyin buni vazifasi nima edi? Vazifasi bu natriyni reabsorpsiya qilish, kaliyni chiqarib yuborish. Natriyni saqlab qolyapti organizmda. Ya'ni siydik bilan birlashtirib siydik bo'lib chiqyapti, lekin uni yana qaytadan reabsorpsiya qilib olinyapti, qaytadan. Va keyingi kaliyni chiqarib yubordi deydigan. Ya'ni nima uchun? Kaliy bilan natriy bir-biriga qarama-qarshi ravishda ishlaydi. Ya'ni natriy bosimni oshirib bersa, kaliy bosimni tushiradi. Shu bilan ahamiyatli ikkalasining farqi. Xo'p, shuningdek bizda gipotalamusga angiotensin ta'sir qilish hisobiga chanqoq hissi ham ortadi. Chanqash hissi kelib chiqadi. Aynan shu gipotalamusda chanqash markazi joylashgan. Xo'p, endi aytdik, natriy ushlab qolinyapti, reabsorpsiya qilinyapti. Endi natriyning vazifasi nima edi? Water retention, ya'ni suvni o'zida saqlab qolish. Xo'p. Endi suv miqdori ko'payapti. O'z-o'zidan qon hajmi ham ko'payadi. Qon hajmi ko'paydi. Bir tomondan arteriyalar vazokonstriksiya bo'ldi, ikkinchi tomondan qon sig'imi ko'paydi va ikkalasi birgalashib bizda qon bosimini oshishga olib kelyapti. Tushunarli? Mana shu jarayon bizda renin, angiotensin, aldosteron sistemasi hisoblanadi. Ya'ni bu eng ahamiyatli mexanizmlardan biri qon bosimini oshishi uchun. Endi aytdik biz, keyingi jarayon bu ionlar munosabati. Ionlar munosabatida asosiy ionlar bu natriy va kaliy hisoblanadi. Aynan shu joyda natriyda asosiy bitta key pointi bor, ya'ni asosiy joyi bor. Shuni bilib olamiz birinchi navbatda. Aytaylik, bizda natriyning birikmalari ko'p. Biz hammamiz biladigan osh tuzi, natriy xlor, natriy sitrat, natriy bikarbonat, natriy fosfat kabi moddalar bor, yana ko'p. Xullas, mana shulardan bizga eng ahamiyatlisi bu natriy xlor. Nima uchun? Bizda natriy xlor, aynan natriy xlor qon bosimini oshiradi, lekin mana bular ta'sir qilmaydi qon bosimiga umuman. Garchi tarkibida natriy bo'lsa ham. Nima uchun degan savol. Bunga asosiy sababdan biri bu xlor ioni hisoblanadi. Xlor. Nima uchun hozir ko'rib chiqamiz. Aynan biz
natriy xlor qabul qilgan paytimizda, ya'ni osh tuzini me'yordan ortiq iste'mol qilgan paytimizda xlor shunaqa ta'sir qiladiki, bu buyraklarga boradi. Buyraklarga borib, buyraklardagi aynan nimani? Aynan shu joydagi makula densiga ta'sir ko'rsatadi. Va steparoidga, ya'ni renin angiotenzin aldosteron sistemasida aynan mana shu joyda makula densi joylashgan, sezgir retseptorlar joylashgan, makula densi joylashgan deb aytib o'tdik. Endi xlor aynan shu joyga ta'sir ko'rsatadi va shu joyga ta'sir ko'rsatgandan keyin bu renin angiotenzin aldosteron sistemasini aktivlaydi. Tushunali? Ya'ni natriydan ko'ra xlorning ta'siri kuchliroq. Aynan mana shu qon bosimini oshishiga. Xo'p, birinchi vazifasi bo'ldi bu renin angiotenzin aldosteron sistemasini aktivlash va ikkinchisi aynan mana shu siydikni chiqarib yuboruvchi qon tomirlarini toraytirish, vazokonstriksiya qilish. Shuni hisobiga bizda agar natriy xlor ko'p iste'mol qilinsa, bu xlor hisobiga qon tomirlari vazokonstriksiya bo'ladi va siyish kamayadi va qon bosimini oshishiga olib keladi. Xo'p, lekin bizdagi sitrat, bikarbonat, fosfat kabi ionlar kabi qo'shimchalar bizga hech qanaqa ta'sir qilmaydi qon bosimimizni oshirish uchun. Bular buni teskarisi, ya'ni qon tomirlarini dilatatsiya qilishda qatnashishi mumkin. Faqat qisman, lekin to'liq emas. Shuni hisobiga ham bularda ta'siri umuman bo'lmaydi. Qancha iste'mol qilinsa ham qon bosimiga ta'siri yo'q. Garchi tarkibida natriy bo'lsa ham. Demak, bilib oldik, qachonki bizda natriy xlor bo'lsagina, buni ta'siri bo'lishi mumkin qon bosimiga kuchli. Endi bizda kaliy bor. Bu kaliy qanaqa ta'sir qiladi? Ta'siri xuddi bir tiazidlar bor, tiazid gruppasi bor bizda diuretiklarda. Mana shular bilan bir xil. Ya'ni natriy kaliy transporteriga ta'sir ko'rsatadi va shuni hisobiga natriyni qayta reabsorsiya bo'lishini pasaytirib yuboradi. Natriy tashqarida qolib ketyapti, ya'ni siydik tarkibida va shuni hisobiga qon bosim o'z-o'zidan tushib ketadi. Qachonki ko'p iste'mol qilinsa. Endi biz keyingi jarayonga o'tamiz. Keyingi sxemamiz bu vaskulyar sistema. Biz hozir sizlar bilan ko'rdik renin angiotenzin aldosteron sistemasini. Bu ketdi hamda ionlar munosabati. Ikkalasi ketdi. Keyingi navbat vaskulyar sistema haqida gaplashib o'tamiz. Demak, vaskulyar sistema normal holatda, ya'ni zararlanmagan holatda, qon tomirlari zararlanmagan holatda qon tomirlarida azot oksidi hisobiga dilatatsiya holati turadi. Aynan qon tomirlar. Nima uchun? Buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bizda aynan normal holatda asetilxolin, ya'ni parasimpatik nerv sistemasidan chiquvchi mediator asetilxolin hisobiga normal holatda dilatatsiya holatda turadi qon tomirlar. Buni mexanizmi qanaqa? Misol uchun asetilxolin ta'sir qildi, ya'ni M3 retseptor orqali ta'sir qilgandan keyin qon tomirlarga bu turli xil yo'llar orqali endotelial azot 2 oksidi sintetaza degan fermentni aktivlaydi. Buni vazifasi nima? Buni vazifasi L-arginindan L-sitrulin bilan azot hosil qilib berish. Mana ko'rdingmi? Bizda azot hosil bo'ldi. Azot hosil bo'lgandan keyin turli xil yo'llar orqali bizda vazodilatatsiya holati yuzaga keladi aynan qon tomirlarda. Shuni eslab qoling, demak, asetilxolin normal holatda ta'sir qilib turadi aynan qon tomirlariga. Shuni hisobiga dilatatsiya holatda turadi. Toraymasdan. Endi qachonki bizda aytaylik, qandaydir allergik holatlar yuzaga keldi, allergik holat. Bilamiz, allergik holatda bizda gistamin, bradikinin degan moddalar ko'payib ketadi qonimizda. Va shular me'yordan ortiq qon tomirlariga ta'sir ko'rsatgani hisobiga bu jarayon kuchayib ketadi va vazodilatatsiya kuchayib ketadi. Haddan tashqari. Va qon bosim tushib ketishi yuzaga keladi. Tushunarli? Shuni bilib olik, demak, normal holatda azot 2 oksidi hisobiga dilatatsiya bo'lib turibdi. Endi aytaylik, bizda qon tomir zararlandi. Qon tomir. Hali ateroskleroz aytganimizdaqa qaysidir joy zararlandi. Zararlangandan keyin aynan mana shu qon tomirini endoteliy sohasidan
endotelin degan modda ishlab chiqariladi. Endotelin. Va mana shu narsa qon tomirlariga kuchli vazokonstriktor ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, endi bildik. Dilatatsiya azot 2 oksidi hisobiga, konstriksiya esa endotelin hisobiga yuzaga kelyapti. Bular muvozanatda, masalan, azot 2 oksid muvozanat holatda, ya'ni normal holatda dilatatsiyani ta'minlab berdi. Qachonki qon tomiri zararlansa, endotelin hisobiga shunaqa vazokonstriksiya hosil bo'lib, bu qon bosimini oshishiga olib kelyapti. Bu ko'rib chiqqanimiz sizlar bilan 3-sistemasi edi, ya'ni ta'sir ko'rsatish mexanizmi. Demak, hozir bizda tugadi 3ta sxema, ya'ni renin, angiotensin, aldosteron sistemasi ketdi. Vaskulyar sistema ketdi. Ionlar munosabati. Uchalasi ketdi. Endigina bir avtonom nerv sistemasiga. Xo'p, bu bizga qanaqa ta'sir ko'rsatadi endi? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda retseptorlar haqida gaplashaylik. Retseptorlarda qanaqa ta'sir bor bizda qon bosimini oshishiga? Ya'ni birinchisi xemoretseptorlar, ikkinchisi baroretseptorlar. Ikkita retseptor hisobiga. Birinchi xemoretseptor haqida gaplashadigan bo'lsak, bizda aynan mana shu aortamizda, ya'ni aortaning ravog'ida yaxshiroq ko'rinsin, aortaning ravog'ida hamda uyqu arteriyalarida, ya'ni karotik sinuslarda aynan mana shu joylarda xemoretseptorlar joylashgan. Xemoretseptor. Buni vazifasi nima deydigan bo'lsak, bu aynan kimyoviy moddalar. Qaysi kimyoviy moddalar? Ya'ni kislorodning kamligi va karbonat angidrid gazini ko'pligiga nisbatan javob reaksiyasiga kiradi. Mana yozib qo'yilgan. Misol uchun kislorod kamligi karbonat angidridning ko'pligiga javoban qon bosimiga ta'sir ko'rsatadi. Va bular qanaqa ta'sir qiladi? Bular simpatik nerv sistemasini aktivlaydi. Mana shu joyda o'zida. Mana bu joyda ko'rsatilgan simpatik nerv sistemasi aktivlanadi va shuning hisobiga bizda yurak urishi tezlashadi, qon tomirlar torayadi, buyrak suti bezidan turli xil adrenal gormonlar ishlab chiqarish ortadi. Shuningdek, renal sistemani qon tomirlari torayadi. Shuning hisobiga umumiy holatda bizda qon bosim oshishi kuzatiladi, aynan xemoretseptorlar hisobiga. O'zi nomidan ham ma'lum, ya'ni xemo degani bu kimyoviy modda. Bizda kislorod hamda karbonat angidrid ikkalasi kimyoviy modda sifatida xizmat qilyapti. Xo'p, endi narigisi bu baroretseptor. Baroretseptor nima? Baro degani bosim, bosim. Endi shundan bilsak bo'ladi, bizda qachonki agar bosim tushib ketadigan bo'lsa, mana shu baroretseptorlar aktivlanishi hisobiga qon bosim normal holatiga qaytishi mumkin. Agarda yo'q, kimdadir aytaylik, mana shu sohalarda, mana shu yurak sohalarida qanaqadir buzilish bor, bularda aynan mana shu baroretseptorlar buziladi va bularda o'z-o'zidan qaytmaydi. Qon bosimi o'z-o'zidan joyiga qaytmaydi. Xo'p, endi baroretseptorlar ham bir xil. Xemoretseptorlar qayerda joylashgan bo'lsa, bular ham xuddi shu joyda, ya'ni arkus aorta, ya'ni aorta ravog'i hamda aynan karotid sinuslarda joylashgan. Bularda ham ta'siri bir xil. Simpatik nerv sistemasini qo'zg'atadi va natijada yurakka ta'sir ko'rsatib, yurakni qisqarishni kuchaytiradi, qisqarish sonini orttiradi. Qon tomirlarida vazokonstriksiya keltirib chiqaradi. Xo'p, buyrak suti bezlaridan gormonlar ishlab chiqarishni orttiradi hamda buyrakdagi qon tomirlarini toraytiradi. Xuddi shunday ta'sirlar hisobiga yuzaga kelyapti bizda baroretseptor hamda xemoretseptorlarning ta'siri. Xo'p, endi aytaylik, baroretseptor nima bor? Baroretseptor nima deydi? Kuchayib ketdi. Ya'ni ishladi. Bu xo'p. Bu endi bundan teskari ravishda ishlaydi. Ya'ni agar bizda qon bosim oshib ketsa, buni teskarisi. Ya'ni qon bosim oshib ketgan paytda simpatik nerv sistemasini susaytiradi ta'sirini, periferik nerv sistemasini ta'sirini esa kuchaytiradi. Bu qanaqa endi ta'sir qiladi? Haligi aytganimizda teskarisi. Ya'ni yurakni urish tezligini pasaytiradi, kuchini pasaytiradi,
qon tomirlarida kengayish kelib chiqadi, dilatatsiya. Shu gap. Endi agar mana shu aytdik, nima dedik? Baroretseptorlarda joylashgan joyi buziladigan bo'lsa, ya'ni funksiyasi buziladigan bo'lsa, asosan qariyalarda doimiy gipertenziv holat kuzatilishi mumkin. Mana shu narsa retseptorlarda ta'sirlaydi. Endi biz o'taylik sizlar bilan haqiqiy nerv sistemasi, ya'ni avtonom nerv sistemasini ta'siriga. Avtonom nerv sistemasidan asosiy ta'sir qiladigan narsa bu bizda alfa 1, alfa 2 retseptorlariga ta'sir qilish hisobiga adrenalin, mana shu joyda o'ziga yozaman. Adrenalin, noradrenalin. Yoki buni ingliz adabiyotlarida ko'pincha beradi epinefrin, norepinefrin ikkinchi nomlari. Lekin shu bilan bir xil, o'sha ikkala modda ham bir xil, faqat nomi boshqa xolos. Demak, bular qayerdan chiqardi? Bular aynan buyrak usti bezidan chiqadi. Buyrak usti bezini retinal yoki to'rsimon qavatdan chiqadi. Va bizda simpatik nerv sistemasini qo'zg'atib, aynan simpatik nerv sistemasini ham 5 ta asosiy retseptorlar farqlanadi. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Bizda beta 1, beta 2, beta 3 da qon tomirlariga ta'siri yo'q. Lekin alfa 1 va alfa 2 aynan qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi. Qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Bu vascular smooth muscle'larni contraction, ya'ni torayishiga, alfa 2 ham contraction, ya'ni torayishiga olib keladi. Shuni hisobiga agar bizda dorilar ham xuddi shunaqa alfa 1, alfa 2 ga ta'sir ko'rsatadigan adrenomimetiklar beradigan bo'lsak, adrenomimetik dorilar, aynan shular qon tomirini toraytirib, qon bosimini oshishiga olib kelishi mumkin. Endi buni teskarisi parasimpatik nerv sistemasi. Hozir ko'rganimiz biz simpatik nerv sistemasi edi. Ya'ni alfa 1, alfa 2 ga adrenalin, noradrenalin ta'sir ko'rsatayotgani. Endi bizda bor parasimpatik nerv sistemasi. Parasimpatik nerv sistemasi bu simpatikdan adrenalin yoki noradrenalin, parasimpatik nerv sistemasidan esa asetilxolin ishlab chiqariladi. Biz agar eslaringda bo'lsa, teparoqda ko'rdik, aynan mana shu asetilxolinni ta'sirini. Hozir yana ko'rib chiqamiz mana. Mana shu joyda asetilxolin berilgan. Men bekorga ko'rsatmadim buni. Aynan shu parasimpatik nerv sistemasida bitta chiqadigan mediatori. Aynan mana shu, boshqa mediator yo'q parasimpatik nerv sistemasidan chiqadigan. Shu asetilxolin hisobiga mana ko'ryapmiz, vazodilatatsiya hodisasi kuzatilyapti. Demak, shundan bilib olsak bo'ladi, bizda simpatik nerv sistemasi qon tomirlarini torayishiga, parasimpatik nerv sistemasi esa qon tomirlarini dilatatsiyasiga sabab bo'ladi. Mana shu 4 ta jarayon bizda qon bosimini nazorat qilib turuvchi asosiy jarayonlar edi. Birinchi, RAS sistemasi ketdi. Avtonom nerv sistemasi ketdi, vaskulyar sistema ketdi, ionlar munosabati. To'liq ko'rib bo'ldik. Endigi navbat esa bizda bu klinik belgilarni ko'rib chiqamiz. O'zi gipertenziya bo'lgan odamlarda, ya'ni qon bosimi oshgan odamlarda qanaqa klinik belgilar kuzatilishi mumkin? Bulardan birinchisi bu bosh og'rig'i, qon bosimi oshishi hisobiga bu miyada bosh og'rig'i kelib chiqadi. Asosan tepa hamda ensa sohalarida kuzatiladi aynan mana shu bosh og'riqlari. Ko'ngil aynishi, ko'zda tumanlanish, quloqlarda shovqin, qisqa, lekin tez nafas olish. Tez. Ko'krak qafasida og'riq. Mana shu og'riqni ham bir farqlashimiz kerak. Bu og'riq gipertoniya, ya'ni mana shu qon bosim oshgan paytda doimiy bo'lishi mumkin. Stenokardiya degan holat bor bizda. Stenokardiya, ya'ni ko'krak qafasida og'riq bo'ladi. Unda ham faqatgina bunda shunaqa farqlanadiki, stenokardiyada og'riq harakatlangan paytda kelib chiqadi. Demak, stenokardiyada harakatlangan paytda og'riq, gipertenziyada esa harakatlanmagan holatda ham ko'krak qafasida og'riq kelib chiqishi mumkin. Va keyingi jarayonlarda, misol uchun aytaylik, bizda qon bosimi oshib ketdi haddan tashqari, mana shunaqa holatlarda
burundan qon ketishi kuzatiladi. Burundan qon ketishi kuzatiladi. Buni mana hisobiga aynan burnimizni aytaylik, mana shu burun bo'lsa, sal noto'g'ri chizib qo'ydim hozir. Mana shu burun bo'lsa, aytaylik, burunni aynan mana shu oldingi qismida mana shu joyda tugun joylashgan. Bitta Kisselbach tuguni deb nomlanadi. Kisselbach tugun. Buni bizga ahamiyatli joyi nima? Ahamiyatli joyi shundaki, bu agar bizda quyoshda ko'p yuradigan bo'lsak yoki qon bosimimiz oshib ketadigan bo'lsa, mana shunaqa holatlarda bilamiz, burnimizdan qon ketadi. Va ana shu burundan qon ketishi aynan mana shu Kisselbach tugunidagi qon tomirchalarida, mayda-mayda qon tomirchalari bor, shularda yorilish hisobiga yuzaga keladi. Bu hech qanaqa patologik holat emas. Bu aksincha himoya funksiyasi hisoblanadi organizmda. Nima uchun? Chunki agarda mana shunaqa burundan qon oqmaydigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan bizda insultga sabab bo'lishi mumkin katta ehtimol bilan. Ya'ni burundan qon oqmayapti, bu natijada bosh miyada ham qon bosimini oshiga olib kelyapti va qon bosimidagi bosh miyadagi qaysidir bitta qon tomirida yorilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham biz burnimizdan qon ketadigan bo'lsa, gipertenziya holatida bu bilishimiz kerak himoya funksiyasi. Xo'p, endi shuni aytib ketay. Kisselbach tuguni, aytaylik burnimizdan qon ketyapti. Mana shunaqa holatda qanaqa to'xtatishimiz mumkin? Buni to'xtatish uchun shunday bosib turamiz xolos. Ko'pchilik ko'ramiz, boshini tepaga egib, boshqa qilib tepani qarab turadi. Yo'q, bu noto'g'ri. Buni eng yaxshi nimasi? Yo'li shu, burunni ikkita tomonidan, ya'ni qanotlarini qisabizda qon o'z-o'zidan 3-5 daqiqada to'xtaydi. Va mana shu narsa bizda gipertenziyani eng oxirgi holatlaridandir. Shu hozircha demak bugungi darsga yetadi. Keyingi darsda biz sizlar bilan ko'rib chiqamiz to'liq. Mana shu gipertenziyaning bosqichlari, uni darajalari va gipertenziyaning turlari, klassifikatsiyasi, birdamchi, ikkilamchi gipertenziyani to'liq gaplashib o'tamiz. Hamda oxirida qo'llanadigan dorilar haqida to'liq ma'lumot olamiz. Unda bugungi dars shu yerda tugaydi. Salomat bo'lasizlar, charchamanglar.